Assalomu alaykum barchaga. Bugungi mavzumiz payvand qaychimiz bo'ladi. Ko'pchilik so'radi. Bugun shuni video obzor qilmoqchimiz. Kesishga birinchi o'rinda kesib ko'rsatamiz. Payvand qaychi mana zapas tishlari, qalin yupqa ishlangan, o'tkirlash moslamalari, strechlar va mana bu olmani shoxlari, uzumni va tutni novdalarini kesib ko'rsatamiz bugun. Qani bismillah. Xo'p, boshladik. Birinchi o'rinda eng yumshog'i uzumnikidan boshlaymiz kesishni. Mana kesish mana bu chizig'i bo'ladi mana bu yerda. Shunga novdani o'rtasi tushsa, o'zi sentrdan kesaveradi mana. Mana novdani kesdi. Endi bunga e'tibor beringizlar, qanday kesgan. Mana o'rtalarigacha, mana pokak joyigacha cho'tka kesdi, ezmadi. Mana bu tushishi endi joyiga. Mana chizig'iga tushyapti. O'rtalaridagi kanallari ham bir-biriga tushadi. Endi masalan, mana bu boshqa nav bo'lsa, mana bu navni biz urmoqchimiz. Mana bunday kesib olamiz buni. Sentrga qo'yamiz. Mana. Ikki tomondan kesildi mana. Mana tushishi. Shunday qo'yiladi, skoch bilan o'raladi, juda ham baland bo'la olishi, ko'karib ketishi, xudo xolasa. Mana ezmasdan kesib berdi. Xo'p. Endi baquvvatroq novdaga o'tamiz. Mana olmani novdasi, 2 yillik novda. Mana buni ham sentrga qo'yamiz. Mana kesishi. Yog'och shuncha qattiq narsani ham ezmasdan cho'tka qilib kesib beryapti mana. Xuddi shunday tushaveradi mana. Buni ham bitta yaxshilab strech bilan o'raladi, mahkam qilib bo'ldi. Iloji bo'lsa mana bu kontaktni bo'laydigan joyini yaxshi bitib ketishiga spreylar bor. Bizda bor edi, qolmadi. Shundan sepsa shundan ham zo'r bo'ladi. Suvga botirib olib qilsa ham bo'laveradi. Xo'p, endi juda ingichkaroq bo'lgan novdani kesib ko'ramiz. Mana bu qalamdan ham ingichka ekan mana. O'zi eng yuqqasi qalamdagini kesiladi u bilan. Chunki qancha yuqqa bo'lsa, kesish chuqurligi ham shuncha kamayib ketaveradi. Mana. Bu ham cho'tka tushdi mana. Shunday qalinlikda ham mana chinaqaydan ham ingichka, qalamdan ham ingichka. Mana bular o'zi qalamdan qalin, chinaqay barmoqdek bo'ladi. Endi tutni novdasini kesib ko'ramiz. Sentrga qo'yamiz. Mana. Cho'tka kesdi buni ham, xudo xolasa, uni ham qo'yiladi, o'raladi, ketdi. Endi kuchini sinash uchun faqat mana chinaqaydan qalinroq bo'lgan tutni novdasi, bu 2 yillik novda. Qani qanday kesa ekan mana shunday. Baquvvat joydan hozir kesib ko'ramiz. Ko'z yo'q joydan kesiladi albatta. Mana sentrga qo'yamiz. Mana buni ham kesdi mana. Cho'tka qilib, hatto terisini ham daji ziyon bermayapti-da. Terisini ustki qismini umuman ziyon bermayapti, tagiga gattak ziyon berishi mumkin. Hatto cho'tka tushyapti mana. Endi bunaqa novda kesilmaydi ham, bunaqa novda urilmaydi ham o'zi. Urilsa ham yorma qilib uriladi-da. Chunki yog'ochlik bo'lgandan keyin bitib ketishi anasi kamroq bo'ladi. Mana ko'k novdalar zo'r bitadi-da. 1 yillik meva novdalar yoki mana bular uzumli ko'k novdalari bitib ketishi juda ham zo'r bo'ladi. Bu ko'k novdalarni vahshiy zo'r kesadi bu. Mana. Shunday qo'yib cho'tka qilib o'rab tashlanadi bo'ldi. Mana bu strechlar esa o'sha mahkam qilib o'rashga xizmat qiladi. Mana bu oq strech bilan o'rasa, mahkam tarran qilib o'rash imkonini bermaydi-da. Bu mana o'ragan paytda cho'zilib ketaveradi mana. Cho'zilib ingichka bo'lib ip bo'lib ketadi. Tortib o'rayman desa imkon bermaydi. Mana bu yangi partiyadagi strechlar mana. Bular baquvvat variantlar. Ovozini qarang. Shu novdani mana shu o'raganda masalan, mana shuni o'raganda mana bu strech bilan o'ralsa qanday effekt beradi hozir. Baquvvat o'raladi-da. Tortib o'rash imkoni bor-da bunda mana. Tarran qilib tortib o'rab taylaysiz. Endi bu nima deydi? O'zini kilesi yo'q-da, bu yopishqoqligi bor, lekin shamolga ochilib ketishi mumkin. Mana shunday taran qilib o'ragandan keyin ustiga bitta marel skotchani ensizini o'rab qo'ysa, yana ham yaxshi bo'ladi. Bu ham mana uncha-munchaga ochilmaydi. Lekin har ehtimolga qarshi o'rash kerak. Mana shunday mahkam bo'lsa, mana bu kallus bo'lishi ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi, foizi. Hattoki bir xillari ko'karib ketgandan keyin ham katta ko'karganiga qurib qoladi-da. Chunki shamol bo'ladi, boshqa bo'ladi. Mana bu qimirlaydi, mana bu kontakt bo'lgan joy, kallus bo'ladigan joy qimlab ketadi. Mahkam o'rasa, ana shu yaxshi bo'ladi. Mana kesishlarni ko'rdilaringiz, mana payvand qaychi. Xo'p, endi buni zapas tishlari bo'ladi. Tishlari mana 2 xil bo'ladi.
qalin, o'zida mana shu qalin turibdi hozir, mana bu yuqoriroq variant. Yuqoriroq bo'lgani uchun bu undan ham yaxshiroq kesadi, yomon bo'lmaydi. Zapasiga bitta shu qo'shiladi. Endi bular misol mana bu yerdan mana shurflari yechiladi. Yechib olgandan keyin o'tkirlash mana moslamamiz bilan hozir o'tkirlaymiz mana. Zaryad bilan ishlaydigan hozir bir ingichkaroq nasatkani olamiz. Melkroq bo'lishi kerak, melki bo'lishi kerak qumi. Mana qisib olamiz. Bu juda ham zo'r narsa. Biz bir zaryad bilan har zaman shunaqa narsa o'tkirlasa, bir kun, ikki kunda bir oylab zaryadga qo'ymaydi uni. O'zining obroti bor mana. O'rtacha obrotga qo'yiladi-da, bu mana chaqlanadi. Xuddi shunday chaqlanadi. Bunisi ham xuddi shunday. Buni afzallik tomonlari juda ham ko'p. Mana bu melki tosh bo'lgani uchun mana buni chaqlaganda qirra qilib tashlamaydi. Uchini ana qilmaydi, abgor qilib tashlamaydi-da. Ham desa metalni kuydirmaydi, tez yemirmaydi. Aniqlikda o'zingiz ko'rib, bilib chaqlaysiz. Chiroyli qilib chaqlanadi. Qilov bo'lsa, mana bunaqa qiruvchi narsa bilan juda ham ohistalik bilan sal-sal ish qilaversa, mana ketadi. Mana bu mana bunday egilgan bo'lgani uchun buni egov bilan yoki qum tosh bilan yoki boshqa bir usullar bilan chaqlash qiyin-da. Shaxsan men shu bilan chaqladim. Yaxshi bo'ldi mana. Realni ko'rsatdim. Ozroq ish qilaveramiz. Chotki bo'lib chaqlanib beradi. Bu bilan nafaqat bunaqa narsalar, balki mana bunday tishi tig'i qiyshiqroq bo'lgan qaychi yoki ularni katta qaychilarni chaqlash imkoni bor mana. Mana chaqlab ko'rsatamiz. Mana bo'ldi. Tez, oson, samarali o'tkir bo'ldi. Qirrasi bo'lsa bu tomonni olib tashlaymiz mana. Chotki bo'lib o'tkir bo'laveradi. Yana ishchi holatda ketaveradi. Bu o'sha legendarni qaychimiz. Bunga mana maydalarni kesib o'tirmaymiz, birdan kattasini kesib ko'rsataveramiz mana. Mana bu katta qaychini ham mana o'tkirlayveradi. Sal yo'nalish o'zgarib ketdi, menga videoga olish sal noqulay bo'ladi. Mana juda o'tkir qilib berdi. Zo'r kesaveradi. Endi mana bunaqa tig'i tekis bo'lgan toqqaychi yoki mana bunaqa har xil pichoqlar, hayvon pichoqlar bo'ladigan bo'lsa, juda ham yaxshi variantimiz bor. Mana shu yaxshi sifati zo'r bo'lgan, temirni qirib o'tkir qilib beradigan xususiyatga ega. Mana bu yerga metal qo'yilgan. Bu temirni qiradi, lekin o'zi qirilmaydi. Maniga yana boshqa farfirni bo'lgan, mashinkalar tishini qo'yadigan material qo'yilgan. Bu yog'i yana boshqa bir qiruv moslamalari, ular bilan ham o'tkirlasa bo'ladi. Mana bunaqa qaychilar bo'lsa, mana bu narsa juda ham ish beradi mana. Uncha bosish ham shart emas buni mana. Mana ko'ryapsizlar, tig'i hozir yaltirab qoladi. Chunki bu temirni qirib yangilaydi joyini. Mana ko'rganingizda oppoq bo'lib qoldi. Mana bu tomoni qoramtirib turibdi. Hozir kir bilan turibdi bu. Mana. Mana shunday o'tkirlanadi. Mana bu farfirni tomoni bilan qilovini ozroq ovoramiz. Bo'ldi, ishchi holatda ketaveradi mana. Mana unaqa payvand qaychilar, pichoqlar bo'ladimi? Bularda ham mana ohista, bosish ham shart emas mana. O'zi odam his qiladi buni qiraydiganini, metalda oladiganini mana. Ohista bo'lsa bo'ldi. Ma'lum bir qiyalikka qo'yiladi, o'zini qiyaligiga ketilaveradi. Bu tomoni bilan mana farfirni tomoni bilan hozir qilovini olamiz. Ham o'tkir bo'ladi qo'shimcha, ham tekis bo'ladi. Bu bilan o'sha oldin videoda chiqargan kurtak payvand uchun pichog'imiz mana. Ketilaveradi yana. Kurtak payvand mana bu tomonda buni ochadigan joyi bor. Terini po'stloqda ochadi. Buni melki bir juda ham melki bo'lgan, kichikroq bo'lgan qum toshcha bilan olsa ham bo'ladi. Asak oson variant deganligi bu. Mana bunaqa qaychimizni, pichog'imizni mana olaveradi. Ma'lum bir qiyalikka qo'yamiz, uramiz. Bu tomoni bilan olamiz. Bu bilan ham ketaveradi. Bu novdani yo'nishga вообще moshinda bu mana. Onlarni mana lezvedagi sразу olib tashlaydi mana.
O'sha marganец polasidan ishlangan pichog'imiz bu. Mana bu narsa zaryadkali bo'lgani uchun juda ham bog'larda ish beradi. Qaychingizga pichog'ingiz o'tmas bo'lib qoldimi, sirasi o'tkirlab ishlatib ketilaveradi. Juda ham yaxshi. Bu zaryadi 10 minut 15 minut ishlab o'chaydigan emas. Bu premium kачествоsi. Shuning uchun men har 2-3 kundami, bir kunda bir martami qaychi pichoq bilan o'tkirlasangiz, bir oylab zaryadga qo'ymaysiz. Men o'zim sinab ko'rdim uyga olib kelib. Endi buni kuchlisi kerak, juda ko'p любой ishga ketaversin desangiz, mana bunaqa varianti bor. Katta bu, obrotlari ham bor. Baquvvat original zo'ri. Buni mana bu yerda 200 tadan ziyod nasatkasi bor. Mana bu yerda shunchalar ko'p. Mana unaqa har xil ish bajaradigan nasatkadan 200 tadan ziyod bor bu yerda. Qiradi, teshadi, yemiradi, o'tkirlaydi, bir nimalar qiladi. Xullas, juda ham ko'p funksiya bilan ishlaydi bu. Juda ham zo'r. Любой ishga ketaveradi. Videoda ko'rgan narsalaringiz qaysi kerak bo'lsa, Samarqand Jomboydamiz, boshqa viloyatlarga dastavka xizmati bor. Davlat pochtasidan atiga 15-20 ming so'm bilan hammasini yetkazib beryapmiz. Xudo xolasa mana payvand pichoqlari bilan o'tkirlaydigan moslamami, payvand qaychimi, strech skochlarmi, mana bunaqa mashinkami. Shu videoda nima ko'rgan bo'lsangiz yo oldingi videolarda ko'rgan bo'lsangiz, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib taxlab yetkazib beraveramiz. Ekranda raqamlarga murojaat qilingizlar. Ko'tara olmay qolsak mabodo Telegramda yozasizlar. Narsalarning nomini yoki skrinshot qilib rasm tayyorlab bersangiz, ma'lumotning narxi yo boshqa savollaringizga javob beramiz. Yana ko'proq tovarlarga qiziqqanlar, agrar sohani juda ko'p qiziqarli sohalariga oid ko'p tovarlar Telegramda agroshop.uz onlayn do'konidan qarab ko'rib, tomosha qilib buyurtma qilaverasizlar. Bizdan xarid qilganlarga bu qaychini afzallik tomoni o'zi buni ikkita narsasi ketadi. Mana buni ichida prujinasi bor, shu ketishi mumkin. Necha yillardan keyindir, balki 10 yildir ketmar balki masalan. Yoki mana bu tishlari necha yillardan keyin yemirilsa yo ishdan chiqsa, zapas yana olib kelib beraveramiz. Bizda sotuvda bo'ladi. Yana qimmatga qaychi olib bermaydi. Mana bu qo'shib beradigan pichog'imiz ikkovini almashtirib o'tkirlab ishlatishga ketaveradi. Eng muhimi, men bu qaychini sotyapman. Natijasini men bilmayman. O'zimda tajriba hali qilib ko'rmaganman, yangi keldi bizga. Mana shu qaychi kesishini mana ko'rsatdim. Kim olsa o'zi foydalanaveradi. Nimaga foydalanadi bilmayman. Gulchilikkami, uzumchilikkami, mevachilikami. Men buni mana bu payvand qilingan narsalarga qanday unib ketishi, unib ketgandan keyin keyingi yillarda nima bo'lishini bilmayman, unga javob bera olmayman. Faqat mana shu qaychini mana borini ko'rsatdim. Oluvchilar bo'lsa marhamat olaversin. 2 sm plus minus chotka qilib kesib beradi. Ishi shu. Bu narsalar ishni tezlashtirish, samaradorlikni oshirish va qulayliklarni ta'minlaydigan narsalar, xudo xolasa. Video yoqqan bo'lsa, laykni bosib, qo'llab-quvvatlab ketingizlar. Fikrlaringiz bo'lsa kommentariyada yozingizlar. Yaqinlarga ulashib, podpiska qo'ysalaringiz, xudo xolasa bundan ham zo'r yangiliklar, yaxshi qiziqarli tovarlar, ma'lumot, kontentlar yana ham oldinda, xudo xolasa. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.